YouTube kanalimga video chiqarmaganimga ham ancha bo'pti. Menimcha meni ko'pchilik sog'indi. Bugun ko'pchilik so'raganidek YouTube'da, Telegramda va juda ham ko'p joylarda g'alaba qozongan horror video chiqadi. Qanunda videoni boshladik. O'yinchi yangi mir ochmoqda va mir nomida men va mening do'stimning dunyosi deb ataydi. Va o'yinga kirib oladi va birozdan keyin uning do'sti ham o'yinga kiradi. Va ular birgalikda daraxt chopib vijvaniya qilishadi. Bu vaqtda esa o'yinchining sherigi juda ham katta tezlikda mana bunday katta qasrni qurib tashlaydi. Bu uy emas, rostdan ham qasr ekan. Mana bu yerdan kuzatadigan joylar ham bor ekan hattoki. Va shu payt o'yinchi daraxt chopayotgan paytda ortidan nimadir yurib o'tadi. Va Blood Enderman o'yinchiga yana ko'rinadi. Va mana nihoyat kech ham tushdi va o'yinchilar endi uxlashga qaror qilishadi. Lekin uxlashdan oldin o'yinchilar bir narsani sezib qoladi. Ya'ni bu olamda bitta ham mob yo'q. Ya'ni kechasi tushgandan keyin ham hech qanaqa zombi, creeper, o'rgimchakka o'xshagan moblar umuman yo'q. Va ko'rishingiz mumkin, mir normal rejimda turibdi. Blood Enderman o'zidan juda ham qo'rqinchli va g'alati ovozlarni chiqarmoqda va o'yinchilar juda ham qo'rqib ketgan. O'yinchi bu ovozlar qayerdan kelayotganini bilish uchun teparoqqa chiqishga qaror qiladi. Blood Enderman ularni qurshab olgan edi va bu yerdagi bloklarni ham sindirmoqda. Va ular Blood Endermanning oshqozoniga tushib qoladi. Keyin o'yinchilar Asunsa MC kanalini tavsiya beraman, chunki bu yerda Minecraftga oid bir ajoyib videolar bor. Hoziroq kommentdagi silka orqali kanallariga o'tib, obuna bo'ling va oxirgi videosiga kirib like bosing. Kommentariyaga esa guruch so'zini yozib qoldiring, chunki biz sizlar bilan birgalikda osh qilamiz. O'yinchi mazza qilib survival o'ynashda davom etardi va bu yerdan shaxta ko'rib qoldi va shaxtaga keyinroq tushishga qaror qildi va o'zining kulba vayronasiga kelib sandiqdan toshlarni oldi. Keyin verstakka kirib o'ziga bolta yasadi. O'zi uchun biroz daraxt chopib, keyin shaxtaga tushishga qaror qildi va bu yerdan ko'mir olishga qaror qildi. O'yinchi shaxtaning yana ham chuqurrog'iga tushib borardi. Menimcha o'yinchi almas topish niyatida bo'lsa kerak, u yana ham chuqurga tushib ketyapti. Birozdan keyin o'yinchi duxuni berib tashqariga chiqishga qaror qildi. Negadir u juda ham qo'rqib ketdi. Menimcha o'yinchini g'ordagi turli xil ovozlar qo'rqitgan bo'lsa kerak. U yana o'z uyiga yetib keldi va o'zining qazib olgan temirlarini pechkada pishirib olmoqchi, ya'ni eritib olmoqchi. Va mana temirlarni pishirmoqda. Bilaman-da men. Keyin tashqariga chiqqanida mana bu yerda xullas nomi shunaqa quti kutib turardi. Bu qutining ichida esa neziritli bolta bor edi va o'yinchi bu yerdagi hamma narsani o'ziga oldi va barelni mana bu sandiqning ichiga solib qo'ydi. Va nezirit boltani qo'liga oldi. Va sandiqqa soldi, barelni oldi. Ko'mirga to'ymagan biratimiz yana ko'mir qazishni boshladi. Keyin o'yinchi mana bu yerdan pillagerlar makonini topib oldi. Binoni qanchalik ko'zdan kechirmasin, lekin bitta ham pillager topa olmadi. YouTube kanalimiz 15 mingtaga ham yetdi. Ana endi bizning keyingi maqsadimiz 20 mingta obunachi. Shuning uchun hozirroq hamma obuna bo'lsin. Bu videodan keyin biz addishi 17 mingta obunachi bo'lishimiz kerak. Sizdan obuna, mendan esa ajoyib va qiziqarli videolar. 20 mingta obunachi yetganimdan keyin esa bizlarni ajoyib bitta surpriz kutib turmoqda. Shuning uchun obuna bo'ling. O'yinchi uyiga qaytayotganida uzoqdan yong'inni ko'rdi va uning uyi yonayotgan edi. Keyin o'yinchi yana shaxtaga tushishga qaror qildi va bu yerdan g'ayritabiiy, juda ham g'alati bo'lgan narsani, ya'ni eshikni topib oldi va bu yerga kirishga qaror qildi.
Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? O'sha aytgan gapim, bu videodan keyin biz 17 ming obunachiga erishimiz kerak. Shuning uchun obuna bo'ling va videoga like bosing. Kommentariyada esa keyingi video qanaqa bo'lishini yozib qoldiring. Hammangizga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha. Va aytgancha o'tgan safargi videoni oxirigacha ko'rganlar Frozen erinchoq deb yozib qoldirsin degandim va ko'pchilik oxirigacha ko'ribdi. Men bundan juda ham xursand bo'ldim. Agar yana siz shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, Frozenning chap qulog'i qani deb yozib qoldiring.